Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana otni uzi qilish jarayoni va mana shogirdimiz kelgan Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan. Pastdarg'omliklarga olg'a. Hozir otni uzi qilishga endi birinchi o'zim qolay. Shogird va apasida ot qilganda tursang o'zi sekin ochadi. Sen shogird. Burang. Nasıl koy? Koydum. Otlarni qop-qora ko'rinmaydi, oqshoq bo'lib ko'rinadi. Ko'rdingmi? Matkan üstüde. Matkan üstüde. Xo'p, matkan ustidaman. Mana sezib poyak bilan chegara, ko'rdingmi? Mana matkan mana boshlandi. Matkan ikki shoxini tekshirishimiz kerak. Hech bola yo'q. O'zi normal otga qo'yuvdilaringmi? Trekerga? Treker ham otmi? 100 millionlik ot otmaz aka. Qanchasi kelyapti orqasidan bu yerda? Hech narsa yo'q. Xo'p, otlarni uzi qilish jarayonida обязательно fiksator ishlarini amalga oshirish kerak. To'g'ri shogird, yaxshi bo'lgan oldinga. Egasi ushlolmayman deydimi? Hayotda bo'lma. Tepsa bo'ldi, o'nglanmaysan. Mollarni ushlang endi, uzi qilaylik. Tajriba qilgan mana. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan do'stimiz Elyorjon tashrif buyurganlar. Elyorjonga RKF T1 modelini berdik. Hozir sinab, ishlatib, hattoki otda ham uzi qilish jarayonini ko'rsatib berdik. Bu kamdan kam mijozlarimizga nasib qoladi bunaqa otni uzi qilish. Va gillarni ham berdik. Elyorjon qanday? Taassurotlar qanday bo'ldi? Taassurotlar yaxshi ekan. Keyingizdan olib ketingizlar hammalangiz. Rahmat aka sizga. Xo'p, Pastdarg'omga xudo xolasa biz apparat sotmaganmiz. Bo'lishi mumkindir. Mana shu videoni ko'rayotgan kim bo'lsa, xudo xolasa o'zlarini YouTube'lariga yoki Instagram, Telegram'ga joylaydilar. Samarqand bo'ylab Pastdarg'omga xizmat ko'rsatishni boshlaydilar, xudo xolasa. Telefon raqamlari pastda bo'ladi. Murojaat qilsangiz shu Pastdarg'om va Samarqandga xizmat ko'rsatadilar, xudo xolasa o'zi qilib. Elyorjonni o'zlarining kanallariz bor? Bor. Bo'ldi, o'shalarni biriktirib qo'yamiz, xudo xolasa aloqaga chiqsalar ham qilib beradi. Bu apparatimiz asosan 27 sm chuqurlikda oladi, 10 000 amper va sensorli hisoblanadi. Bu juda baquvvat. Bu mahsulotlarimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.